qo'llarimni o'ynatib osh pishirdim. Palov pishirdim degaymi? Yo'q, bu safar oshni men pishirmadim. Kelinim pishirdi bugun bu safar oshni. Kelinimnikiga, jiyanimnikiga borib keldim. Koreyada jiyanim bilan kelinim yashaydi. Osh pishirgan ekan, albatta osh berib yubordi. Yeb ham keldim. Yana ham qornim ochdi, yana ham yeyish boshladim. Bismillah. Oshni kelinim juda ham zo'r pishiradi. Rahmat kelinjon. Qo'lim yana og'rishni boshladi o'rtoqlar. Endi apparatni X-ray'gami tushiraman endi. Chunki biror muammosi borga o'xshayapti. Faqat mana bu buklanadigan joyi bor-ku. Qattiq og'riyapti. Og'ir narsa ko'tarib bilmay o'tirman. Shuning uchun apparatga X-ray'ga tushirib olib, nima gapligini bilib olishim kerak. Shuning uchun qo'limni bog'lab yuraman. Mana shuni bog'lab yursam qo'limga kuch beradi. Kelinim o'zbek ovqatlarini, pishiriqlarini rosa ham zo'r pishiradi. Har doim borsam maza qilib ovqatlanib kelaman. Salatlar, shirinliklar. Baribir nima bo'lsa ham begona davlatda bir qarindoshing, yaqining bo'lgani yaxshi. Men o'zi bitta yaqinim. Kelinim bilan shu jiyanim. Jiyanimni shu onasi keldi, yangamiz keldi. Kelalarga ham 3-4 oy bo'ldi. Endi O'zbekistonga qaytib ketadilar ertamas indini. Shuning uchun borib xayrlashib keldim. Ham onajonima 1-2 ta narsalari ham berib keldim. Baribir ko'nglim xohlaydi-da, onamga ko'p narsalar yuborasim keladi ota-onamga. Ozginagina bir nimalar yubordim. Borsam qaynonam sevadi-da, men oshni ustiga bordim. Maza qilib qornim to'yg'azib olib ham keldim. Osh baribir boshqacha. O'zimiz ovqatlarimiz. Koreyskiy ovqatni qanaqa ko'p yemagi baribir ham haftada 2-3 marta o'zimizni o'zbekcha ovqatlari xumor tutadi, yegim kelaveradi. Birinchisida sizlar uchun zo'r yangilik bor, xudo xolasa. Hozir aytmayman, birinchisida kontent qilib qo'yaman. Juda ham chiroyli yangilik va xursand bo'ladigan yangilik. Men xursand bo'laman. Xudo xolasa. Kelin, oshingiz zo'r bo'libdi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mazza qilib yeysiz, maqtab yeyapman. Oshga kelinglar, hammamizga yetadi.